Sotuvda yana Gentra avtomobili. Ko'pchilik uchun orqa fon qiziq bo'ladi, bilaman. Bu sotilmaydi, o'zim haydab yurgan mashinam. Sotuvda Gentra avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, Elegant Plus komplektatsiyada, bosib o'tgan masofasi probegi 180 ming kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya metan оборудованияsi o'rnatib qo'yilgan. Texnik holatlari ham yaxshi holatda, motorlar ходовой, korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Krugovoy tonirovka 2 oy ruxsati bor. Balon holatlari yaxshi holatda, hali bemalol ancha yursa bo'ladigan. Kuzov tekis holatda turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, salon akkuratli salon, yaxshi chexol poligi bor. Malibu 2 bar o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar o'zini shtatning rulida, shtatning magnitofonida, registrator bor. Lyuk albatta mavjud. Mashina 100% tomlari bilan shuma izolyatsiya qilingan, oldi krilo, kapot, hamma joyi shuma izolyatsiya qilib qo'yilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kapotini chetida mana shu joyda pitno bor и oldi chap krilosi yuzaki sepilgan, ichiga o'tmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8700. Chap faras terlab qo'ygan, buni to'g'rilab beramiz. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.